Alaykum. Mana bizning Chirchiq tumanidagi zinamiz Xudo xohlasa polka qismlari ham tayyor bo'ldi. Hop, zinamiz bilan tanishtirib o'tamiz. Zinamizning balandligi 425, 16/1 30 dan tushgan. Zinamizning eni 1.10, plashadkamiz bor 1.5. Bu yoqda stupenka, plashadka va bu yerda 9 stupenka. Mana quruqlik bo'lib, yoqib ketgan mana. Kimga shunaqa joy bo'lsa, tor joyroq bo'lsa, qilsak bo'ladi. Nazarlar joyinaga qarab iloji bo'lsa tushirib berishga harakat qilamiz. Kimga shunaqa zinalar qilish kerak bo'lsa, murojaat qilasalar, mana nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz.